Endi umuman telefonni quvvatlashga qo'ymasangiz ham bo'ladi. Nimagaligini aytaman, ungacha siz like bosing. Ushbu innovatsiya tufayli biz telefonni umuman quvvatlamasligimiz mumkin bo'ladi. Yangi tizim ikki qismdan iborat. Telefon uchun maxsus g'ilof va quvvatlovchi stansiya. G'ilof ichida doimiy ravishda telefonni quvvatlaydigan batareya mavjud. Quvvatlovchi stansiya esa tosterga o'xshash ko'rinishga ega. Ichida 5 ta almashtiradigan batareya bo'ladi. G'ilofdagi batareya tugaganda telefonni ushbu stansiyaga joylashtirish kerak bo'ladi, xolos. U atigi bir necha soniya ichida eski batareyani yangisiga almashtiradi. Shundan so'ng telefonni olib yana foydalanish mumkin bo'ladi. Eski batareya esa avtomatik tarzda zaryad ola boshlaydi. Bu innovatsiyani Swift kompaniyasi ishlab chiqqan. Ularning zaryadlovchi stansiyasi $450 ga, g'ilof esa $120 ga baholangan. Hozircha Swift faqat iPhone'lar uchun g'iloflar ishlab chiqarmoqda. Ammo shu yilning oxirida Samsung va boshqa Android qurilmalar uchun ham shunday mahsulotlar taqdim etishni rejalashtirmoqda. Balkim siz meni oxirgi marta ko'ryapsiz. Shuning uchun menga obuna bo'ling, ko'proq bilish uchun.